Qish ham tugadi va sog'liqni tiklash vaqti keldi. Bugun vitaminlarga boy, foydali va mazali nonushta retsepti bilan bo'lishaman. Vafli uchun bizga tuxum, ismaloq, ovsyanka, gouda pishlog'i va albatta ishonchli texnika kerak bo'ladi. Masalliqlarni birlashtirib, Hoffman'da blenderga topshiramiz va 30 sekundda vafli xamiri tayyor. Vaflini Hoffman'da yangi vafelnicasida pishiramiz. Uni bir nechta rejimi bor. Vafli rangini yo'qotmasligi uchun maksimal darajada qizdirib 4 daqiqa pishiramiz. Nonushtaga ko'pincha qaynatilgan tuxum yeyishni yoqtiraman. Past olovda 6 daqiqa pishgan tuxum aynan menga yoqadigan sarig'i yumshoq bo'lib chiqadi. Tarelkaga vafli, svejiy salat, xohlagan turingizdagi go'sht va ideal qaynatilgan tuxumni chiroyli qilib solasiz va nonushta tayyor. Undan tashqari mavsumiy masalliqlardan smuzi ham tayyorlaymiz. Semerenka olma, karakara navli qizil apelsin, sildiriy bandi va shavil. Bularning hammasini hozir bozor va supermarketlarda topish oson va bundan albatta foydalanish kerak. Shavil va olma nordon, apelsin bo'lsa smuziga shirin maza beradi. Sildiriy bandini foydasi haqida aytib berish uchun menimcha bitta revs yetsa kerak. Hammasini blenderga solib, ozgina muz va suv solib, silliq massa qilib maydalab olamiz. Bizani blenderga 1 daqiqa yetarli bo'ldi. Bunaqa smuzi qish bo'yi qolsizlangan organizm uchun vitaminoviy bomba bo'ladi. Tarkibidagi kletchatka bo'lsa oshqozon ishlashi uchun juda ham foydali. Uning ustiga bu juda ham mazali. Bu nonushtani o'z menyungizga qo'shib qo'ying. Tayyorlanishiga ko'p vaqt ketmaydi, rang-barang bo'lgani uchun ishtaha ochadigan bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.